Assalomu alaykum Peser ishqibozlari. Bugungi challengeimiz o'tgan safarga o'xshash, faqat bugungisida 1000 coins ishlatib o'ynab ko'ramiz. Obunachilarimiz bilan agarda mani yutsa 50 ming so'm sovg'a qilamiz. Agarda biz bugun ham yutsa, bugun 50 ming so'm olinsa, keyingi safar 100 ming so'm qo'yamiz. Agarda men yutsam, yana 25 mingga tushiramiz o'tgan safargidek. Xo'p, 1000 coinsga biz birinchi o'rinda potdan boshlaymiz. Chunki epiklar tushishi 0,0001%. O'shaning uchun xo'p, ana bir ham tushdi bizga. Tak. Yana bitta 3 ta bundan ochamiz, keyin La Ligadan 3 ta ochamiz. Ketdik oxirgisi. De Bruyne tushsa zo'r bo'lardi-yu, lekin tushmadi. Ikkita opornik bo'ldi. Xo'p, La Ligaga o'tkazamiz. Tak. Mana bu yoqdan endi ochamiz 3 ta. Kimlar tushadi? Xo'p. Pozitsiya keraklik, o'yinchilik bo'ladi. Ikkinchisini ochamiz. Albatta, chap qanot zasheti ham kerak bizga. Oxirgisi 3 ta ochamiz bu yoqdan faqat. Uchinchisi. Yana vratar o'zi bor edi. Garcia mayli. Xo'p, bu yoqdan ikkita ochsak ham bo'ladi, hatya. Bitta epik ochib ko'ramiz, balki omad kelib qolar. 10 qanotga krasmash qanot ham kerak edi zashtasi. Yana kim? Bugun kuchaytirib o'ynasak bo'ladi o'rtoqlar. O'tgan safar kuchaytirmasdan o'ynagandik. Bugun kuchaytiramiz. 1000 coins ishlatamiz faqat. Xo'p. Qolgan 200 coinsga bitta epiklar ochib ko'ramiz. Yana opornikmi? Epiklar tushishi nerealniy o'rtoqlar 100 bilan. Tushadi, ko'p bo'lib turadi shunaqasi, lekin hozir emas menimcha. Ustimizdan kulgandek faqat opornik berdi. Xo'p, mana 1000 coin ishlatdik. Endi qolganiga oddiy o'yinchilar sotib olishimiz mumkin, faqat coinsga emas. Mana ko'rib turganlaringizda akkaunt 0. Mana bu yerda ozgina 2-3 ta o'yinchilar bordir, lekin ularni ishlatmaymiz biz. Mana hozir olingan o'yinchilarni faqat olamiz. Xo'p. Mana shunday. Oddiy o'yinchilarni ham sonini 10 tadan oshirib yubormaymiz. 10 ta olishimiz mumkin oddiy o'yinchilarni ham. Bu yoqdan emas, hozir sotib olamiz nariyoqdan kirib. Yana kimlarni qo'ysak bu yoqqa? Hozircha tiqib tashlaveraylik, keyin porядка qilamiz. Videoni sal o'tkazib yuboraman o'rtoqlar. Zerikib qolmaslaring uchun. Oddiy o'yinchilarni yig'ishda boshladik. Salah o'tgan safar zaminda qolib ketgandi, bugun o'ynatamiz. Xo'p, Saliba albatta olamiz bugun, o'ynatamiz Salibani ham. Tak, Marquinhos qanisa? Hozir birinchi bizga bu yerda kerakli o'yinchilar kim bor yana? Xo'p, pastga tushamiz. Mana Marquinhos pastda turibdi. Agar vratar tushmaganda bugun Oblakni qo'ymoqchi edim. Lekin vratar tushdi bizga. 1000 coins ichida bor. Tak. Holland ochib ko'ramiz. Hujumda yaxshi o'yin tushmadi bizga umuman. Kim olamiz yana? Pastga qaranglar. Benzema.
Karim Benzema. Benzema olamiz. Xo'p. Kim olsa ekan xarid keyin olishga arziydi, lekin o'ynatamizmikan degan javob. Van Diyok ekan bo'ladi. Yaxshi, himoyachi ham tushmadi bizga, faqat chap 10 tushgandi Koinski. Marquinhos olindi. Hop. Bitta Van Diyok. Murabbiyni ham oldik. Endi o'yinchilar уже yig'ilib bo'lindi, faqat murabbiy almashtiramiz, bo'ldi. Mana o'yinchilar, hozir tushgan o'yinchilarni yig'dim o'zi. Sal o'tkazib yubordim videoni. Xo'p, murabbiy qo'yamiz, stil tanlaymiz. O'zini stil. Murabbiy stili ham tayyor qo'yildi. Ko'rdilaring-a, qaysi murabbiy qo'yilganini. Xo'p. Ana endi o'yinchilarni kuchaytirib chiqamiz. Mana shu o'zimizda bor. Mana ko'rdilaring, 10 tadan ko'p emas oddiy o'yinchi ham, 10 tadan ko'p emas Koinski olingan o'yinchilar ham. Xo'p, bitta-bittadan kuchaytirib chiqamiz birinchi. Keyin o'yinni boshlaymiz. Telegram kanalimizga yozgandim, birinchi kiritiladi. Boshlaymiz. O'yinimizda videozapis boshlanmoqda. Mana biz jamoamiz bor. Ulandik. Почти katta farq yo'q o'rtada. Bizlardan o'rtada yaxshiroq. Hop, boshladik. Har doimgi biz boshlaymiz, chunki biz ochganmiz. Xo'p, pas bilan boshlaymiz. Noto'g'ri pas. Tak. Tarafga pas. Yaxshi. Pasga bosganim uchun baribir knopkada o'ynagan paytda точность yaxshiroq bo'ladi. Xo'p. No, молодец. Дальше не молодец. Bordik. Mbappe eng oddiy kartachasi. Pas berish kerak ham yo'q edi o'zi. Umuman pas berish kerak yo'q edi. Afsus. Xo'p. Boshda o'yinimiz ham boshqa ketar ekan o'zi. Xato. Zo'r o'ynamaysiz, mana shu qilingan xato payti gol ursangiz, libapa chiqib ketasiz o'zi. Zo'r o'ynab turasiz, bitta xato qilasiz, bankallatib urib ketadi, bo'ldi, tamom. O'sha payti sirazu hammasi tamom. Yaxshi. Ajoyib zarba. Kylian Mbappe nima qilib yuribdi bu yoqda? O'rtaga qo'ygandik. Yaxshi. Yur. Salah. Uzolashib ketdi. Hech qisi yo'q. Tepaga pas beramiz yana. Ulgurmadik. Yaxshi. Afsus. O'zim pas. Ay, молодец, ну, itmaydi. O. Yo-mayo, birga bir ish qilib olmadik-ku. Hech qisi yo'q. Hali hammasi oldinda. Endi 35-daqiqa. Turma, endi 35 bo'ldi. Tepadan pas tashlaymiz. Bosh bilan zarba. Молодец. Obunachimiz ham
Yaxshi pas bergandilar, lekin foydalana olmadilar. Как говорится, qo'l kelishmadi. Bu tarafdan pas o'ziga, yana o'ziga, ichkariga, bu tomonga. Yaxshi, o'ng qanot bilan mana shunaqa payt boshda o'ynaydigan bo'lsa, bitta chiqarasiz. Bangillatib yuboradi sirasi. Xo'p, birinchi taym. Ikkita hujum. Udar bo'lgan faqat. Hech kim almashtirmaymiz, shart emas. Xo'p. Pas bilan boshladilar. O'tmadi. No. Biz ham o'tkaza olmadik. Joyib. Bu tarafga pas. Yaxshi. Uf. No. Mana shunaqasi ham bo'lib turadi o'rtoqlar. Hech qisi yo'q. Hoppa. Ulgurmadi. Baribir oddiy karta. Hujumdagi Mbappe. Bo'yi o'ynaganda ham ko'rdilaring. Oddiy kartaligi bilindi. Xo'p. Yaxshi. Nito pas. Sekingina olib qo'yamiz mechni. Uzun pas bermoqchi edik, ulgurmay qoldik. Obunachimiz yaxshi hujum qilmoqdalar, lekin behuda. Tepadan pas. Uzun pas berib ko'ramiz. Yo'q, ulgurmadi. Защитник olib qo'ydi. Qanotdan. Hoppa, sekingina olib qo'yamiz. 73-daqiqa o'rtoqlar. Qo'shimcha vaqt yo'qilgan, penaltilar yo'qilgan. Hoppa. Bu tarafga. Bosh bilan sekingina olib qo'ydik yana. Neudachnik hujum qildilar. Yana olib qo'yamiz. Pasni beramiz. No. Xo'p. PlayStation pulti bilan o'ynab ko'ramiz o'rtoqlar keyingi safar. Nasib qilsa. O'tganda lekin Ratardan ancha qiynab qo'yardi. Yana olib qo'yamiz sekingina. Yaqinlashdik. Sekin. Hop. Yaxshi. Ochildik. Yana pas. Yana. Ay. Hop. Nichiya. Endi дополнительный vaqtlar, qo'shimcha vaqtlar. Kimdir almashtiramizmi? Holland qo'ysak ham bo'ladi lekin. Umuman sxema almashtirish kerak. Charchab qo'ygan qanot o'yinchilar. Xo'p, tak. Siz nima qilgan bo'lardingiz? Kim qo'ygan bo'lardingiz bilanchilar? Hamma oddiy o'yinchilar ko'rdilaring. Sxema almashtiramiz. Shuni almashtiramiz, yoqib turaversin joyda. Yaxshi. Tak. Hozir xato qo'yishib qo'ygan ekan, uni almashtiramiz. Bo'ladi. Tayyormiz. 50 minut pul yutib oladimi yoki o'zimizda qoladimi? Xo'p,
Bismillah deb boshladik. Yana uzunroq. Hop, sekingina. Shoshilmasdan. O'tmadi. Ajoyib. Hop qo'ydik yana. Krasavchik. Markins. Hop qo'ydi. Ularda Markins chiqdi. Kunga kirdi. Hop. Aba, ozgina qolgandi, ozgina. Yaxshi, vratar yaxshi ishladi bu yoqda lekin. Hop, endi biz ochirib hujum qilish. Hop. 5 неудачный. Yo'q. Tepaga. Menimcha penaltiga boradi-ku. Penaltiga yaqinlashdik. 2-3. Hujum yaxshi qilolmadik bu safar. Kimdir almashtiramizmi o'rtoqlar? Chap qanot защита almashtiraylik. Tak, Saliba Markins qoladi. Biz tayyormiz. Juda oz vaqt qoldi, ko'ramiz. Hop. Ular boshladilar. Uzun pas. Yana qaytardik. Holland, Benzema. Bu tarafdan hujum qilib ko'ramiz. Shoshilmasdan pas. Нет. Bosh bilan sekingina pas beramiz. Молодец. Sizning pas berishingizda sekin yo'lga chiqdi. Mana yaxshi olib qo'ydingiz. Tepaga. Hop, sekingina o'tdik, hujum, gol. Gol. Молодец. Niko Gonzalez. Ajoyib. Apornik edi bu. Sal tepaga qo'ygandik. Yaxshi. Ularda shans bor. Agar urib qo'ysalar, penaltiga boradi. Bo'ldi, yutdik o'rtoqlar. 50 ming so'm o'zimizga qoldi. Ajoyib, rahmat o'yin uchun. Zerikmay ko'rganlaring uchun ham rahmat. Oxirgacha ko'rganlarga alohida rahmat. Ovqatlanib ko'rganlarga. Agar ovqatingiz yeb bo'lmagan bo'lsangiz, yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyat o'rtoqlar. Xo'p.